Assalomu alaykum qadrli Bedana bozor kanalini kuzatib borgan insonlar, bedaga qiziqqan insonlar. Bizda yangilik bor, ajoyib yangilik bu. Biz o'zimiz uchun yangilik, bedana boqgan insonlarga bu yangilik deb atalmasa ham kerak. Bugundan boshlab bedanalarimizni, qog'ozlarni olib kelib, so'yib, sotishni boshlayapmiz. Donasini 5000 so'mdan qilib beryapmiz. Bir dona tozalab so'yilgan holatda donasi 5000 so'mdan. Kimgadir donaga bo'lsa ham dona ham gaplashaveramiz, kiloga bo'lsa ham kilosini ham gaplashaveramiz. Kilosini endi shu el qatori shu 55 ming, 50 ming, 45 ming sotilyapti ekan. Biz ham shu narxda ushlab, shu narxga qilishga qaror qildik. Men shu kungacha hozir boshlaganimga 4-5 kun bo'layotgan bo'lsa, bedana go'shtni sotishda men donaga ishlayapman. Misol katta-kattalarni 5 ming so'mdan, sal maydalashganlarni 4 ming so'm sotyapman kiloga to'g'ri kelmaganligi uchun o'zimizni mijozlarimiz kiloga emas donaga qilib bering deganligi uchun kelishgan holatda ikki tomonlama kelishgan holatda men donaga qilyapman. Kimdir kiloga qilib bering degan bo'lsa kiloga ham gaplashaveramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Furqat tumani Ingichkada. Kimga kerak bo'layotgan bo'lsa ekranning past qismiga nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilishlari mumkin.